Alhamdulillah. Hammaga salom do'stlar. Men bejizga videoda bunaqa boshlamadim. Qadimdan chunki sizlar anchadan beri so'rayotgan video aka Grand Mobile'da semiya obzor qiling dedinglar. Va do'stlar mana men semiya obzor qilyapman. Ancha muddatdan so'ng birinchi semiya obzor do'stlar. Videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bugungi semiya obzorimiz akalar 24-serverda bo'ladi. 24-serverda o'ynaydiganlar bormi? Kommentariyaga albatta yozib qoldiringlar o'z fikringlarni va bemalol kirib o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Hozir kirib ko'ramiz, semiya qanaqa holatda ponni sizlar bilan birga akalar obzor qilamiz. Hozir bolalarni olib ketgan kelyapti. Kelinglar, bolalar kelguncha sizlar videoga like bosinglar. Videoni pauza qiling. Like bosing. Bosdingizmi? Obuna ham bo'lib qo'ying. Demak, akalar, sizlardan poddeshka bizdan kontent. Hozir bolalar kelishyapti. Tak. Bo'lmasa akalar biz bugungi video ajoyib bo'ladi deb men sizlarga va'da beraman, do'stlar. Tak, bo'lmasa boshlaymiz. Akalar 24-server semiya obzorda chotki g'avda havosi bugun boshlaymiz do'stlar. Poddeshka qilib tursanglar, hammasi tiniq, chotki Yorvaration Corporation bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa. Bo'lmasa bolalar kelguncha akalar men videoda pauza qilib turaman. Tak, bolalar bo'lmasa bugun mana bizning bolalar kelishdi. Tak, demak Timofey Sanjar принять ko'rishyapti. Sanjar nima gap? Ishlar yaxshimi, cho'tkimi, tuzuymizlar bolalar? Tuzuymizlar bolalar. Olib ketgani kelishdi, jonlari sog' bo'lsin. Принять bosamiz. Qanaqadir mehmonlar ham kelyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanjar, ovozim boryaptimi? Ketdik. Demak, akalar biz ketdik, hozir semiyani uyga boramiz bo'lmasa. Ha, aytgancha do'stlar, bizning videolarimizni 70% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Akalar, sizlar hech buloq ketmaydi. Sizlar kartalardan pul yechib olmaydi. Albatta, videochamizga like bosib, albatta akalar obuna bo'lib kuzatinglar. Bizga katta motivatsiya beradi va biz ko'proq, ya'ni sizlar aytgan o'yinni chiqarishga harakat qilyapman va sizlar aytgan o'yinni chiqaraman ko'proq do'stlar. Va do'stlar, bizni menimcha liderimiz Sanjar bo'lsa kerak. Bugungi semiya lideri Titanfall Sanjar akalar. Semiya lideri menimcha shu bola olib ketyapti. Mashinalari nomeri ham bir ajoyib qo'yibdi. Sanjar tipa J o'rniga 1 qo'yib olibdi. Sanjar degan nick qo'yibdi. Yaxshi akalar, demak Bogatirova ekan akalar uy. Chunki kazinoda oldin o'tib ketyapmiz. Tak, bolalar, mana bo'lmasa biz Bogatirovaga kelib oldik. Demak, uy Bogatirovada uy nomerini aytib o'taman akalar. Meni semiyaga qo'shishdi. Kelinglar, undan oldin akalar biz semiyani ko'ramiz. Semiyani nomi akalar Vayro, to'g'ri o'qigan bo'lsam bilmadim. Endi inglizchani yaxshi bilmayman. Agar to'g'ri o'qigan bo'lsam bolalar uzr so'rayman. Hozir semiyada akalar 57 ta uchastnik bor ekan, 57 ta odam bor ekan semiyada. Demak, akalar semiya hali joy bo'sh, anchagina joy bo'sh akalar. Bemalol kelib qo'shilsanglar bo'ladi. Bolalar, tak, semiya Titanfall Sanjar akalar lider ekan. Undan keyingilar mana Vor Muxtorov, Ibrohim Qo'nikis akalar, Nurbek, hozir biz bilan kelgan bola ham Islom Shokirov, Lazizbek Mamadaliyev, Bilol. Ular u yog'ina o'zlari kirib qo'shilib bolalar bilan tanishib cho'tki bo'lib olasizlar akalar. Demak, 5 ta onlayn akalar seyf bor ekan. Semiyani bittanasi bor ekan. Semiyani nimaligini bilmadim. Kelinglar, upgrade bo'lganmi semiya? Da, akalar, semiya upgrade bo'lgan, semiya joyimiz bor ekan. Semiyada akalar, semiyani avtopark akalar, muhimi avtopark akalar 9 ta yoki 10 talik bo'lgan ekan, upgrade bo'lgan ekan. 1250 ta akalar semiyani ochkosi bor ekan. Demak, bolalar fanvarga borishadi ekan. Mana shu joyi maza akalar. Kiringlar, qo'shilinglar, poddeshka qilinglar akalar bolalarni. Tak, demak, ikkisi bosamiz do'stlar semiyani uyi do'stlar Bogatirovada. Tak, bo'lmasa kelinglar uyni nomerini ko'ramiz. Uyni raqami akalar 240-uy. Semiya mana Vayro akalar, semiya uyi aka elitni ekan, bolalar 8 talik ekan, garaji. Narxi akalar 10 millionlik, eng qimmat uy akalar. O'sha 2 etajli uy ekan do'stlar. Nalog 10 mingdan ekan kuniga. Vladimir Titanfall Sanjar Vayro semiyasi ketdi, uyga kiramiz. Uy akalar full kuchaytirilgan ekan. Demak do'stlar, cho'tki tiniq hammasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sanjar Islom. Va alaykum assalom. Salomga alik olib qo'yish kerak akalar. Salomga alik olish farz hisoblanadi akalar. Va alaykum assalom. Salom berish esdan chiqarmanglar. Kimdir sizlarga salom berdimi akalar? Albatta alik olib qo'yinglar akalar. Salom berish sunnat, alik olish akalar farz. Farz amal va sunnat amalni bilsanglar kerak. Sunnat akalar bu tushuntirib o'taman. Shunaqa akalar bizda shunaqa yaxshi ma'lumotlar ham bo'ladi. Sunnat degani akalar bu qilsangiz savob olasiz, qilmasangiz gunoh olmaysiz. Farz amal bu akalar qilsangiz savob olasiz, qilmasangiz gunoh bo'ladi. Men sizni ko'rib o'yinga kirganman. Rahmat Islom Addushi, joningiz sog' bo'lsin. Demak, ketdik, uyni ko'rsataman akalar, bir qator. Tak, bu yerda bolalar bilan kirib choy ichib akalar, televizor ko'rib boshqa qilib o'tirsanglar bo'ladigan joy, tipa shunaqa akalar, отдельный joy. Demak, ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Bo'lsin, yangi kirganlar bo'lishi mumkin, eskilar, aka, mana shu joyni ham video qilasizmi akalar, biz ko'rmaganmizni bunaqa uylar deyishlari mumkin, lekin bolalar yangi kirganlarga bu qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bu yerda akalar mana
Sparni akalar, отдельно akalar. Demak, tak bolalar. Bitta kirib ko'ramiz, Hamrozbek otib qo'ymang, yana meni mazgi yo'q. Kelinglar, ko'ramiz akalar, bizda Honqi S9 akalar mashinani juda zo'r farqi bo'lmayman, lekin nomidan zo'rga o'xshayapti. Chunki bilasizlar, azaldan men kuzatadiganlar mashinamcha farqi bo'lmasligini nomini o'qib ketaveraman. Noto'g'ri o'qigan bo'lsam akalar, uzr so'rayman. Honqi S9 akalar mashinamiz, birinchisi, ikkinchisi Lambo Huracan akalar. Oho, Lambo legenda Lambo. Bentley bor ekan. Mercedes G63 legenda bu ham akalar. Oho, Lamborghini o'zi chotki mashinalar bor ekan. Bugatti va asal zo'r mashinalar, legendalar akalar zo'rlarni to'plab qo'ygan ekan. Rolls Royce bor ekan akalar, Phantom bor ekan, G63 AMG 6x6 bor ekan. Zinger bor ekan keyin akalar 21S. Chotki akalar, tiniq mashinalarni ko'ryapsizlar. Yo, narxlarini bitta tanishtirib ketasizlar. Qani endi? Rolls Royce 35 million akalar, 35 million. Yaxshi, chotki 35 million akalar. Mashina lekin akalar legendalarni to'plab qo'ygan. Kiringlar, maza qilib, prosta minish kerak xolos, 25 million bo'lyapti akalar, chotki. Shunda общий 60 million bo'ladimi? Da, 60 million akalar, hisobga ketamiz. 60 million. Tak. Keyingisi-chi, necha pul bunisi? Bentley 60 million, 12 million, 72 million bo'lyapti общий. Общий oxirida bitta hisob chiqaramiz, qancha pul ketgan. Hamrozbek, sizni eshitmayapman, men o'chirib qo'yganman golosni, chunki har xil muzikalar qo'yib yuborishyapti. Meni YouTube'ga avtoskiy bilan kelib qolishi mumkin. 13 million ekan akalar, 75 million, 85 million bo'lyapti общий bolalar. 15 million, 85 million akalar, 100 million bo'lyapti, 20 million, 120 million bo'lyapti. 6x6 ekan bu, 6x6 35 million ekan. Tak, 155 million bo'lyapti. Chotki, yaxshi. Oho, 20 million, 60, 70, 175 million akalar общий. Urus. Tak, keyingisi dalshi necha? Bu 60, voy, bala 60 million Bugatti-da, eng qimmati akalar. 60 million chikiban oldim, 175 million deylik. 170 million bo'lganda bu yerdan 30 million, bu yerdan 30 million. 235 million общий akalar. Garaj 235 million. Uyning narxini so'raymiz. 120 million akalar. O'ta udar bu. 235 million bo'lganda ham akalar 335 million. Bu yerdan 355 million общий akalar ketgan ekan. Uy plus 10 millionga remont qilgan uyda akalar. 355 million. 365 million ketgan ekan akalar. 365 million o'ylayapsizlarmi? Ancha munchasiga emas, bu вообще narx bu. Yangi kirganing uchun nomeringizni bering. Akalar, qaysi nomerga telefon qilish kerak ko'ramiz akalar. O'yinga kirasizlar, nomerlar saqlanib qo'yinglar. 614 nomer ham shikolat nomer akalar. Shikolat devordimi akalar? Gaplar bu semiyadan chiqib olyapman. Shikolat ham bo'ladimi? Shikolat nomer akalar. Tak, 614 nomerga qaytarib o'taman. Telefon qilasizlar, o'yin kirib onlayn bo'lsa javob beradi akalar. Onlayn bo'lmay qolsa Telegram guruhi Vayro 24 ekan. Vayro 24 guruhi bor ekan, gruppasi akalar. Instada Titanfar Sanjar akalar, ko'rasizlarmi aka? Semiya avzoqchilar shunaqa tekin reklamalar ham ketadi. Instagram, Telegram akalar, polni reklama qilaveraman. Menga farqi yo'q. Endi soqqasini olgandan keyin qilasanda Yunus Ali deb yoki kommentariyga yozishingiz mumkin. Endi to'g'ri akalar, soqqasini olyapmiz, endi qilamizda. Telegram guruhi Vayro 24 ekan. Mana ekranida ham chiqib turibdi. Men chatda yozib qo'ygan. V da W yozasizlar. Titanfar Sanjar 24 akalar, Instagramdan bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Chotki bolalar, chotki, xudo xolasa yaxshi, uy zo'r. Hammasi chotki. Demak, yaxshimisiz? Zo'r, rahmat, Allohga shukr. Endi ketdi akalar, bitta liderda o'zini garajini ham ko'ramiz. Endi akalar, semiyaga kirmoqchi bo'lgan odam albatta liderga ham qiziqadi-da, to'g'rimi? Liderga ham qiziqadi. Shu gapingizga plyus dedi. Ha. Islom Andijondan shekilli. Qanisiz anaqa? Sanjar, bu nech pul bu? Narxi. Qanaqa buni? Suvdan ichinglar akalar. Bismillah. Suvim ko'rinib qolmayapti, chiqib kameraga reklamasi chiqib qolmasin yana. Porsche 911 Brabus nech pul bu? Meni videolarim ko'ryapsizlarmi akalar? Go'z 40 million ekan. Вообще udar. Akalar, men videolarim ko'ryapsizlarmi? Erkin o'tirib, oyoq qo'llarni yozib, bitta suvchani olib akalar ichib, maza qilib videolar ko'rishinglar mumkin, to'g'risi birodarlar. Sizlar maza qilsanglar bo'ldi, bizga shu bolalar. Ketdi, keyingisi-chi? Mercedes-Benz S63 Mansory. Narxini ham bir yozing, mazgi.
o'tirib, oyoq qo'llar cho'zib, maza qilib, laykchalarni bosib qo'yib, YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yib, maza qilib videolar ko'ringlar bolalar, to'g'risi. Yunus Ali qachon video chiqarar ekan, oyoq qo'llar cho'zib maza qilib kech paytda suvchalar ichib o'tiraman deydiganlar bo'lsa, maza qilsanglar bo'ladi. Ghost 45 million sotilishi 67 million. Gap yo'q akalar, вообще udar. Tiniq. Bu nech pul edi? Bu ham normalniy mashina ekan, Mercedes akalar. Qolgan mashinalar временный promokoddan ekan. Aha, shunday qolganlar временный promokod. Men 90 million, 100 millionlik akalar mashinasi bor ekan, 100 million tepasida. Demak, bolalar, hammaga rahmat. Videomiz shundan iborat ekan. Kelinglar tashqariga chiqib, bo'lmasa akalar bir qator yana uyni ko'rsatib o'taman. 24-server kiringlar, gazni bosib akalar maza qilib o'ynanglar. Так что sizlardan faqat shu narsa so'raladi bolalar. Bogatirvani bilmaydiganlar, mana shu Grand Mobile'ning kartasi mana. Grand Mobile'ning kartasiga kelasizlar, mana Bogatirvaga kelasizlar akalar. Kazinoda oldidan mana Avtorini akalar, avtoshkola. Bunday o'tasizlarda chapga kazinoga bulasizlar, bu yerda kazino. Bunday o'tsizlar Bogatirva. Kelasizlar akalar, Bogatirvada mana shu uy ekan. Nomerini bitta qaytarib o'taman. O'zim esimdan chiqib qoldi, video boshida aytgandim. 240-uy ekan. Demak, bolalar, video tugatamiz. Tak что hammaga xayr. Bitta xayrlashib qo'yinglar. Xayr deyapti Islom Shokirov, sizga ham xayr. Yana ko'rishamiz, xudo xolasa. Ashuna gaplar akalar bizda. Xayr. Davay bolalar, ko'rishamiz, xudo xolasa. Albatta obuna bo'linglar, kiringlar, xayr sog'-salomat bo'lasizlar. Sevmagan yangi yillarni kirgizyapman demoqchi, kirgiztaman debman. Yangilarni kutaman deyapti ekan. Shunaqa gaplar. Tak, demak, hammaga xayr do'stlar. Biz har doim gapimizni aytish esimizdan chiqib qopti. Demak, do'stlar, Allohga oson. Bir kun kelib meni ham orqa fonimda upgrade do'konini logotipi bo'ladi. Inshaalloh duo qilib turlar, shu kunlarga erishaylik. Hammaga xayr do'stlar. Sog', salomat bo'linglar, uyinglarga salomat aytinglar.